Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 8-ci ayının 26-cı günü Peyshanba. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bo'lsin. Bu yıl 11. ayının 13. günüdün 14. günügüçe Çexiyanın paytaxtı Pragada ötküzüldüğün 7. növbetlik Dunya Uyghur Qurultiyinin vekillik saylımı 22. avgust yakshanba günü muvaffaqiyatli holda oxirlashgan bo'lib, 24. avgust günü 7. növbetlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komiteti 30 davlatdan demokratik usulda saylab chiqilgan jami 205 nafar rasmiy vakilning va 87 nafar kandidat vakilning tizimligini e'lon qilgan edi. Amerikaning Texas shtatida yashayotgan Uyg'ur jamoatining kuchli talabi va Amerika vakil saylash komitetining alayida iltimosiga asosan 7. navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tayyorlik komiteti qayta muzokara qilish orqali Texas shtatidagi vakil nomzodlaridan Muzaffar Do'lan va Ali Sobit apandilarni 7. navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining rasmiy vakili qilib bekitdi. Bunun bilan 7. navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining Amerikadagi rasmiy vakillarining soni 17 nafarga, umumiy vakillarning soni 207 nafarga ko'paydi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa va 7. navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Parat Yo'rinqash apandilar bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zlarida Amerikaning Texas shtatidagi yuqori darajalik akademisyen va egilik boshqarish mutaxassislaridan Muzaffar Do'lan va Ali Sobit apandilarning 7. navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining rasmiy vakili qilib bekitilganligidan mamnun bo'lganligini va ularni qizg'in tabriklaydiganliklarini ifoda qilishdi. 7. navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining rasmiy vakillari Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Tatar qatorliq Sharq Turkistonning yerlik millatlardan tarkib topdi. Bu navbatlik vakil saylimida 50 nafar xonim qizimizning rasmiy vakil bo'lib saylanishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. 7. navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi vakillik saylimining muvaffaqiyatli oxirlashganligi munosabati bilan bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi bu navbatlik vakil saylimining ahamiyati haqida to'xtalib mundoq dedi. Bu taqi saylam bilan birlikda, shunda saviyalik bir saylam bilan birlikda buni xalqaro tarafdan qabul qildigan bir saylam bo'lgan taqdirda tashkilotni xalqaro saviyadagi bir tashkilot deb qabul qildi. Chunki bugungi dunyoda xalqaro munosabatlarda va davlatlar orasidagi munosabatlarda demokratiya va shundaqla kishilik huquqqa ahamiyat bergan tambarlik, ifoda va matbuot erkinligi degandek bundaq qimmat qarashlarni qabul qilgan dunyoda hozir 2 davlat bor. Bu davlatlardan destek ilish va ularning himoyasini ilish, ularning qo'llashini ilish uchun tashkilotning o'zi shu standartga kelish, ya'ni dunyoninki o'tirib qo'ygan va ya qabul qilingan bir xil saylam sistemini va saylamninki mayli mazmun bo'lsin, mayli mohiyati bo'lsin, hammasini birlikda ilib berish kerak. Bu vaqtida undan keyin Sharq Turkiston tashkilotlari bo'libmi hozirgi Dunya Uyg'ur Qurultiyi xalqaro standartda bo'lg'achqa xalqaroda faoliyat ilib berishdimi cho'ng bir roli bo'ladi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 9 ayning 10 kunidan 13 kunigacha Londonda o'tkaziladigan 2 qaytimliq sotining butun jarayoni sizlar ko'rayotgan Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasining YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Bu munosabat bilan oldingi kuni istansiyamiz tarafidan o'tkazilgan maxsus suhbat programmasiga qatnashgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi, 36 yillik peshqadam jurnalist Parat Yo'rinqash apandi bu vaqtda ko'ruvchilarimizga tafsiliy ma'lumot berib mundoq dedi. Endi sizning savolingizni kelsak, biz avval qatam naq maydon programmasi bergan qarindoshlarimiz ko'rayotgan shu to'g'ri televiziyasiniki YouTube kanali orqali bu qatam biz buni davomlashtiramiz. Endi avval qatam yomon jiddiy, ig'ir qiyinchiliklarga duch kelgan. Biz u Xitoy bilasiz, shu sot boshlanganga bir hafta qolgan vaqtida shu xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasiniki to'g'ri betiga qattiq hujum qildi. Necha ming Xitoy kirib qattiq hujum qildi. Hatto ta'didlar bo'ldi. Biz 1-2 ming kishilik namoyish o'tkazimiz sot salini oldi deydigan. Ya uningdan xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasiniki to'g'ri saytisimi bir haftada palash olib uchirib qo'ydi. Bularni hammani ko'rsatib turib, bu tuyuqsizlar bu sot ichilganga bir yarim kun qolgan vaqtida xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasi tuyuqsiz qaror elib, shu sot o'tkaziladigan nimaninki saroyninki butun internet, simliq internet bog'lanishini butunlay kesib o'tish haqida qaror oldi. Undan keyin biz nəhayət qiyin ahvalda qaldıq. Şunun dərhal aldı deb hərəkətçan internet to'g'ri setiyolishga majbur oldik. Uni sinash imkoniyatimiz bo'lmadi. Program boshlaganda ba'zi texnik jihatlardan xatolik chiqdi. Men u yerga men bilan
Uyghur Adliya Arxiv Ambarininki direktori hörmətli Bəxtiyar Ömərşik əpəndim kimdir rəsəsləqən. Nurgun qiyinçılıqlar boldu şu məzgildə. Bunundan keyin bizning qo'limizga sotdinki kun tartibi sot ichilishdan yarim soat 1 soat burun qo'limizga tegdi. Demak biz program qatnashgan vaqtida bizda hech qanday bir ihtiyojatning tayyorligi yo'q, ham texnik jihatdan u darajada bir qiyinchilik duch kelgan. Bu da inshaalloh bu xatoliklar bo'lmaydi, chunki bu da hamda bir karantin tadbirlari amaldan qoldirildi. Borgandan keyin borgan kuzatuvchilar, Uyg'ur kuzatuvchilar, Uyg'ur shohidlar bilan hammasdan bir yerda turish, hatto bir o'tal turish imkoniyatimiz bor. Xalqqa vaqt uchrash imkoniyatimiz bor. Shunga biz 9-oyning 8-kundan boshlab, ya'ni sotdan 2 kun burun xuddi shunga o'xshash 2 navbat sotqa berishlangan maxsus programmani yo'l qo'yamiz va bu yerdagi shohidlar, guvohchilar bilan bu yerda maxsus program o'tkazamiz va sotni 9-oyninki 10-kuni London vaqti atgan 8:30da biz naq maydon programmasini boshlaymiz. Sot rasmi 9'da başlandı ve aralıklarda biz bu da çetellikle köp katlaşkını için biz Dünya Qurultiyi merkez organı karar kılıp maxsus tor televiziyesi nakmaydan programımızda çetelliklerin sözünü Uygurca tercüme kılış için çıkı tercüman vakitlik bir yerde hizmet aldık. Bularını berip London'da bir vasıta aşağıdaki bütün çetellik kanunşulaslarının sottaki guvalıklarını, şahitliklerini udulluk bizimki tor televizyon programımızda udulluk. Nahmaydandan beri bunu mu qarindoshlarımızga deb qo'yaylik. Qarindoshlarimiz shunga Qurultiyi televiziyasining YouTube saytisiga obuna bo'linglar. Bu tarixiy bir fursat. Bu yerda ular emas, sotlar emas. Sotning oxirgi kuni yana bu yerda Dunya Qurultiyining uyushtirishlar ash sot saldi oxirgi kuni. Shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ninki Angliya parlamentida qabul qilinishida kuch chiqargan Nusrat G'ani deymiz parlament a'zolari va bu sababdan Xitoyning embargosi bo'shirgan. Uyg'ur xalqi nomidan ularga bir taqdirnoma, minnatdorlik, sharafnoma taqitish murosimi o'tkazildi. Parlament a'zolari keldi, oqsumaklar jamiyatining a'zolari keldi, hukumatning odamlari keldi. Buni biz naq maydondan bu yerda u programmani beramiz. Xitoyning Shinxua tori yaqinda Xitoy elchisi Afg'onistonning qaytadan terroristlarning o'zi bo'lib qolmasligiga ogohlantirdi nomli bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada Sharq Turkiston Islom harakati degan nomni Sharq Turkiston mustaqillik harakati deb o'zgartgan. Her iki nomning inglizcha qisqartirilgan shakli etim ekan. İsrailiyalik faoliyatchi Anni Destini 25 avgust kuni bu vaqtda Twitterda uchur yo'llab, "Mencha Xitoy Kompartiyasi Taliban qarindoshlariga yaxshi ko'rinish uchun islomiy harakat deganni mustaqillik harakatiga o'zgartgandek turdi" deb yozgan. Onun qarashicha Xitoy o'zi dushman ko'radigan islomiy harakatni Talibanlarning yaxshi ko'radiganligini bilgachga, aqida masalasida Talibanlarning tishiga tegib qo'yishidan, hatto ularning Xitoyni kofirlar deb yod ko'rishidan ansiragan. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoy ismi bor jismi yo'q Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotini qasdan o'ydirib chiqarganidek, vaziyatning taqozosi bo'yicha uning nomini xohlagancha o'zgartib boqqan. Xitoy har qanday siyosat va diplomatik munosabatlarda hiyla ishlatishga usta bo'lib, so'z o'yini ishlatishmi uning bir turi hisoblanadi ekan. Amerika Birleşme Agentligining xabariga qaraganda Xitoy hukumatı Taliban vakillari bilan Xitoyning Kabuldagi elchixonasida suhbatlashgan. Suhbatdan keyin Xitoy hukumatı Taliban taraf bilan ochiq va unumli suhbatlashganligi hamda muhim masalalar ustida kengashganligini bildirgan. Bu suhbatda Xitoyning Afg'onistonda turishliq bosh elchisi Wang Yu bilan Taliban hukumat ishxonasining muavin mudiri Abdusalom Hanafining nimalarni deyishganligi noma'lum bo'lsa-mu, Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Wang Wenbinning bildirishicha Xitoy hukumatı hozir Talibanni ikki davlat o'rtasidagi muhim masalalarni o'rtaq muzokara qiladigan hukumat deb taniydi ekan. Xitoyning Kabuldagi elchixonasi har vaqt ochiq bo'lib, Taliban vakillari Xitoy taraf bilan xohlagan joyda suhbat, muzokara ilib bora oladi ekan. Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Wang Wenbin 25 avgust o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida mundaq degan: "Biz Afg'onistonning egilik huquqiy va zamin putunligiga hurmat qilamiz. Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaymiz. Afg'oniston bilan inoq qo'shnidorchilik o'rnatamiz va bu munosabatni taraqqiy qildiramiz. Afg'onistonning tinchligi va qayta gullanishi uchun barbochilik rol o'ynaymiz." Taliban kuchlari Afg'onistonda hokimiyat beshiga kelishdan burun Taliban rahbari Mulla Abdulg'ani Buradar oldingi oyda Xitoyni ziyorat qilib, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan edi. Analizchilarning bildirishicha, Afg'onistonning vaziyati texi to'liq muqimlashmagan ahvolda Xitoy vakillari bilan Taliban o'rtasidagi suhbatning bunda qizib ketishi Xitoyning bu rayonda ta'sir kuchi eng zo'r davlatga aylanish qora niyatini bildirdi ekan. Bu suhbatlarda yana Xitoy bilan Talibanning Uyg'urlar masalasida yana qanday ishlarni planlayotganligi texi noma'lum bo'lsa-mu, Talibanning bu davlatda qopsilib qolgan Uyg'urlarni ko'zir qilib foydalanadiganligi va nurg'un manfaatlar badaliga ularni oz-ozdan Xitoyga o'tkazib beradiganligi taxmin qilinmoqda ekan.
Washington shahridagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi doktor Adrianzinizning Uyg'urlarning nopus ustunligini o'zgartirish qurilishi, Beijing doiralarining Janubiy Shinjongdagi nopusni a'lolashtirish strategiyasi haqida tahlil temasidagi doklati 24 avgust kuni G'arb dunyosidagi ilmiy asarlar nashriyotchiligida bayroqtorlik o'rnida turayotgan Taylor va Frans Kuroyi boshqarishidagi O'rta Osiyo tekshirishi jurnalining 2021-yillik avgust sonida rasmiy e'lon qilindi. Mazkur dokladagi dalil isbot tariqasida tartib bo'yicha berilgan hukumat hujjatlari Xitoy Kompartiyasining g'arazlik va maqsadli holda Uyg'urlarning nopusini tabiiy ko'payishdan cheklayotganligini namoyon qiladi. Uningda ko'rsatilishicha buni amalga oshirish uchun Xitoy hukumati majburiy tus olgan tug'ut cheklash tadbirlari, lagerlarga qamash va boshqa millatlarga to'ylashtirish choralarini ijro qilmoqda ekan. Navoda ahvol shu tariqada davom qilsa 2040-yilga borganda butkul Uyg'ur millatining ko'payish nisbatida 4,5 million Uyg'urning kemayib ketishi ehtimoliga to'liq yaqin ekan. Avtorning bayon qilishicha Xitoy hukumati bu tadbirlarni ijro qilishda alohida kuch sarf qilgan nuqtalarning biri Uyg'urlar ko'proq makonlashgan Qashqar, Xotan, Oqsu qatorliq viloyatlardagi Uyg'ur nopusining shu joydagi nopus nisbatida mutlaq ustunlikni egillashi. Xitoy nopusining ularga selishtirganda oz sonliq bo'lib qolganligidek ta'tir reallikni o'zgartirish o'rinishi ekan. Xitoy hukumatining bu joylardagi Uyg'ur nopusining mutlaq ustunlikni egillashi Xitoy matbuotlarida nopus qurilmasini a'lolashtirish deb atalgan. Bu ta'bir bo'yicha bo'lganda Tarim vodisidagi har qaysi nahiya va shaharlarda Xitoy nopusining egillagan nisbati Uyg'ur nopusining nisbatidan eshib tushganda nopusining a'lolashganligi amalga oshgan hisoblanadi ekan. Adrianzinizning bu vaqtdagi e'tiqodlarga asoslanganda kelgusi 20 yilda Tarim vodisidagi Uyg'urlarning nopusi bir necha million tuvallash badaliga Xitoy nopusining bu joylardagi eshish nisbati 25% ga yetadi ekan. Bundaq bo'lganda nopus soni jihatda ozaygan millatni kontrol qilish va assimilyatsiya qilish texmo osonga tushadi ekan. Hammadan mubakara qabahatlik bo'lgan Xitoy hukumatining nazarida Uyg'urlarni chatoqning manbasi deb qarashning o'zi buningdan ilgirgi vaqtlarda o'tirg'a qo'yilgan ziroatlar orasidagi ziyondosh cho'plarni ximiyaviy dori chashqandek to'g'rilab yo'qotish kerak degan mantiqining amaliyotga tatbiqlanishi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyingi qitimliq pirugrammimizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.